Hello, Yanis. Welcome to Salom our Yanis, team. bizning jamoaga Let's xush kelibsan. Birinchi savoldan boshlaylik. what Futbol age bilan did you necha start yoshdan playing football? shug'ullana boshlagansan? I played Men futbol o'ynashni endigina boshlaganimda 5 yoshda edim. in Livreda to'p tepardim. Bu mening Parijdagi uyim. It's my city in Paris. O'zbek futboli What do you haqida think qanday about fikrdasan, Uzbek football? Yanis? I think it's a very good football. O'ylaymanki, bu juda yaxshi futbol. Ispaniya, Fransiya futboli kabi farq qiladi, lekin men bu mavsum boshlanishini juda ham kutyapman. I can't wait begin this season. Jamoa a'zolari bu yerga moslashishimga katta yordam berishdi. Shu bilan hammasi oson. To'g'risini aytsam, ingliz tilida unchalik ko'p gapirmayman. Lekin bu jamoa bilan til topishish men uchun juda oson bo'lyapti. It's very easy. Everything is easy. Qaysi Which futbolchilar players bilan did you get tez along til topishyapsan? with quickly? A little bit. Hamma bilan oz-moz gaplashyapman, lekin Logan va Fabino bilan ko'p gaplashyapman. Chunki u brazil tilida gapira oladi, men esa ispancha gapira olaman. Tillarimiz yaqin bo'lgani uchun bu menga oson. Speak Espanol, Spanish. Spanish, so it's more easy for me. Easy, yeah? Yeah. How many Qaryerang goals davomida have you qancha scored gol in kirib your ekansan? career? Oh, Qanchaligini aniq bilmayman, lekin Saint Etienne'da ko'p. Lagranisda adashmasam, so'nggi o'yinimda bitta gol urishga erishgandim. one goal. Saint Etienne safida urgan ko'plab ajoyib gollarim hali ham yodimda turibdi. Bu xotiralar men uchun juda yaxshi hisoblanadi. It's good for me. So good. What is the most difficult Yangi aspect mamlakatga of moslashishda adapting to a senga new eng qiyin country bo'layotgan for you? narsa nima? The language. Men uchun eng qiyin narsa bu til masalasi bo'lyapti. Chunki men o'zbek tilida hech narsani tushunmayman va bilmayman desam ham bo'ladi. Shunday ekan, bu men uchun qiyin albatta. It's Difficult, yeah. difficult. Yeah, it's difficult. If you have Rasmiy followed saytimiz our orqali fans through muxlislarimizni our kuzatgan official bo'lsang, website, what ular do you haqida think qanday about them? fikrdasan? Menimcha bu juda yaxshi, chunki bizni tinimsiz qo'llab-quvvatlaydigan muxlislarimiz soni haqiqatdan ham juda ko'p va ular ajoyib. Bu esa har bir o'yin davomida bizga ruhiy tomonlama juda katta yordam beradi. It's very good for the team. If it's Agarda not a bu sir secret, bo'lmasa, have you been seni invited boshqa by jamoalar other ham teams? taklif qildimi? To'g'risini aytsam, Qatardan ham jamoaga chaqirishdi, ammo bu uzil-kesil emas edi. Lekin men bu yerga kelishni haqiqatdan ham xohlagandim. Boshqa jamoalarni kuzatmasdan shu yerga kelishni tanladim. No, I would like really come here. So no, really, no seen other clubs. Only this club. And you are also Muslim, yeah? Yeah. Albatta, shunday. Obviously. Bu juda to'g'ri. Of course. Qaysi pozitsiyada o'ynash senga qulayroq? Menga hujum chizig'i juda qulay, ya'ni qanot hujum chizig'i men uchun yaxshiroq va shularning barchasi men hujum qilishim uchun juda yaxshi deya olaman. Winger, the coach wants, but yeah, every position for attack, it's good for me. Yeah, easy for you, yeah? Oson emas, men uchun yaxshi deya qolaylik. Bu What are mavsumda goals for oldinga this qanday season? maqsadlar qo'ygansan? My goals, Mening maqsadim asosiysi jamoaga imkon qadar ko'proq yordam berish. Albatta, chiroyli gollar, assistlar amalga oshirish. O'yin davomida yuzaga kelgan qulay vaziyatlardan unumli foydalanib, imkon qadar ko'plab gollar urish va barcha imkoniyatlarni ishga solib jamoamizga g'alaba uchun qo'limdan kelganicha yordam berish. help my team. Yeah. Welcome to the Horizon Club. Xorazm We wish futbol you jamoasiga success in xush your kelibsan. activities. Thank you Sizga very much. omad va much. zafarlar tilab qolamiz. Bye. Tiki, tiki, tiki.